Assalomu alaykum aziz dilbar guruh ahli, aziz ustozlar, aka-uka, opa-singil, dugonalar, hammaga xayrli kun, boshlagan kuningni xayrli va barakatli bo'lsin. Alloh hammamiz ishlarimizni o'z o'ngidan bersin. Onajonlaringiz sog', hamisha omonda bo'linglar, oilalarning vaqtiga sog' salomat yuringlar. Meni ham mana bu malva deysizlarmi? Malva gulim ochilishni boshladi. Ochib pishtirar ekan. Ochilib kelishyapti. Hani güzel ay. Haqiqatda o'zi chiroyli mahromiy deysizlarmi buni? Shunaqa ekan. Klimatlarim g'unchalab yana ochilib kelishmoqda. Borgan sari rangi to'qlashib boryapti. Buni ham liliya gulim ochilganlari tugadi. Bir dona qoldi. Mana bu mana tugadi, ochilib yakunlanyapti. Eshikda mana nimalardo gulim bor, bu ham Xudo xohlasa ochilish arafasida. Rosa g'unchalar ko'p. Shu nuqtasida rosa g'unchalar kelishyapti. Hammaga bugungi kun xayrli va barakatli bo'lsin. Hammaning xonadoningizda yaxshilik kunlar, yaxshi xursandchiliklar bo'laversin. Hammaga sog'lik, omonlik tilayman. Hamisha omon bo'linglar.